Assalomu alaykum baliq ovish qog'ozlari. Bugun mana Xudo xolasa anchadan beri ovga chiqolmayotgandik. Endi 1-2 orada chiqdik-ku, natija bo'lmaganiga video qila olmadim. Bugun Xudo xolasa mana shunaqangi chiroyli joyga keldik, yangi joy. Xudo xolasa Ulug'bek akam, Ro'shan akam 3 kishi kelganmiz. Endi mana shu joyga hozir mana bu yerga qalmoqlarni tashlab qo'ydim. Xo'p, ko'ramiz endi. Natija bo'lsa, Xudo xolasa ko'rsataman. Endi chiqayotgan mahallini ham ko'rsatishga harakat qilaman. Joy juda ham zo'r, juda ham chiroyli, suvlari ham chiroyli. Bu joyga birinchi marta kelishimiz. Hozir mana Ulug'bek akami qarmoqlarni hozir tortyapti ekan. Yengil-yengil tortib qo'yapti ekan. Endi ko'ramiz. Xudo xolasa natija bo'lsa, imkon qadar ko'rsatishga harakat qilaman. Shu joylar, bu joyga hech kelmagandik. Juda chiroyli joy ekan. Yozlarda bu joylarda shlagbaum qilib kirgizishmaydi fermerlar. Hozirgi payt endi shlagbaumlar ochiq. Bu joylarda endi hech nima yo'q. Ularga nima qilmay qo'yishibdi, endi ochib yuborishibdi. Mana shunaqangi joy. Do'stlar, mana zakan ham anchagina katta ekan. Chuqurligi ham 1 metrdan oshiqroq. Bu joylarda ham ovchilar ko'p o'tirgan ekan. Mana ancha joylar ham qilib qo'yishibdi. Juda go'zal joylar ekan. Endi qishki kunida endi bunaqa chiroyli joyda o'zi o'tirishda o'zi bir odamni miyalari dam oladi. Shovqin joylardan qutulib shahardan bunaqa joylarga kelish o'zi gashti boshqa. Mana Ro'shan akam ham qarmag'ini ko'tarib ashaqlarga qarab ketyaptilar. Shu joy gap bo'lishi mumkin emas joyga. O'ta katta joy. Eni taxminan 10 metr bo'lsa kerak. Bu joy ham ana shu yerda bitta oqim zak bor, o'shanga ulangan. Mana shunaqangi joy. Juda chiroyli joy ekan. To'g'risi anchadan beri bunaqa chiroyli joyga kelmayotgandim. Joy yoqdi. Bu yilgi yozda bu joyga kirishga harakat qilib ko'raman. Imkon bo'lsa kirsam, Xudo xolasa chiroyli videolar chiqaraman. Mana shunaqangi joylar ekan. Bu joyda boshini ko'labdi. Yana ham chuqur bo'lib ketibdi metlar. Endi hozir oqimzak tomonni bir ko'rsataman. Bu joylarda ilonbosh, sazan juda ko'p bo'ladi. Sababi bundan oldingi sal nariyoqlarda zakanlarga kirganman. Bunisiga kirgizmasdi. Hozir ochiq ekan, mana kirdik. Mana joy o'ta go'zal. Mana shu mashaqdan zakan oqib bu tomonga o'tib ketadi. Endi bu tomonga ham kiradi. Bu zakandan nasosda suv olishadi nari boshidan. Joy juda ham chiroyli ekan. Mana shunaqangi joy. Yozda mana bu oqimida o'tirsangiz ham yaxshi baliq olaverasiz bu joyda. O'ta ham chiroyli joy ekan. Xudo xolasa nasib qilsa inshaalloh
bu yilgi yozda shu joylarda ov qilishga harakat qilib ko'raman. Imkon qadar kiralsam. Xo'p, kuzatib boringlar bizda. Ovimiz boshlandi. Natija bo'lsa chiqayotgan mahallarni ko'rsatishga harakat qilaman.